Avvalo assalomu alaykum. Bugun Lokomotivdagi jamoadan ochko ishladi. Bu ham bir mehmonda o'ynayotgan jamoa uchun peshqadamdan ochko olish bu ham bir katta yutuq. Bugun yutishimiz ham mumkin edi, yutqizishimiz ham mumkin edi. Jangovar durang bo'ldi. O'yin oxirida bizda ham imkoniyatlar bo'ldi, Lokomotivda ham bo'ldi. Durang bilan o'yin tugadi. Bugun ko'rindiki, jamoangiz g'alaba uchun harakat qilgandek ko'rindi va o'yin olinishdan xursand bo'lgan yigitlarga qanaqa gaplarni aytgandingiz? Har bitta o'yinga uyda ham, mehmonda ham g'alaba uchun yigitlarga dalda bo'lib, g'alaba uchun harakat qilishdi. Har safar mashg'ulotlarda ham tayyorlanyapmiz. Razdyokada ham g'alaba uchun borlarini berishlarini ularga talab qilyapmiz. Borlar bugungi o'yinda ham o'zlarini borlarini berib, shu yerda orqada borayotganimizda ham ikkinchi golni urib, yana xarakter ko'rsatishdi. Borlardan ko'nglimiz to'q, borlarini berishdi, har bitta to'p uchun kurashishdi. Borlarga katta rahmat deymiz. Oxirgi turlardagi sermahsullikni nima bilan izohlagan bo'lardingiz? Lokomotivdan chiqib olish, Mobiusda mag'lub etish. Mana shu haqda. Endi bir qancha o'zgarishlar qildik. Shu o'zgarishlarimiz boshida qandaydir o'xshamayotgandek tuyuldi, lekin bizda golli vaziyatlarimiz bor edi. Gollar uralmayotgandi. Shular ustida ko'proq ish olib bordik. Oxirgi 4 uchrashuvimizda hammasida gollar urdik. Shuning uchun shunaqangi natijalar kelib chiqyapti. Bolalarda o'zida ham ishonch hosil bo'ldi. Har bitta o'yinga tayyorlanayotganimizda ularda ishtiyoqi bor, xohlashyapti. Shu uchun shunaqangi yutuqlar bo'lyapti. Bugungi durang sizni qoniqtirdimi? Bundan oldin aytganimdek, yutqizishimiz ham mumkin edi, yutishimiz ham mumkin edi. Endi durang ham yomon natija emas, peshqadamdan ochko olish ham biz uchun yutuqdek, lekin g'alaba qozonganimizda yana yaxshiroq bo'lardi.